Hurmatli obunachilar, Qizilmatchdan 8 sotiklik qurilish bitmagan uchastkamiz chiqyapti. Uchastkamiz mana yangi qurilgan. Pishirishdan polностью tomlarni ham baland qilib yopilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz, ketdik. Mana gazlar o'tgan, suv, svetdan muammo yo'q. Xo'p, mana kirishimizda katta darvozaxona balandgina qilib qo'yilgan, plita bilan yopilgan. Birinchi xonamiz mehmonxona. Hovlimiz to'g'rida ikkita etajli qilib, chiroyli uy qilib qo'yilgan ekan. Ikkita oila bemalol yashaydi. O'zini sanuzellari bilan pastga hojatxona, hammom, o'choqxona qilib qo'yilgan ekan. Uni ham o'ziga moslashtirib olib qurib olsangiz bo'ladi. Bu tarafga ayvonimiz balandgina qilib qo'yilgan. Akva bilan yopib qo'ysangiz, o'ziga moslashtirib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Uyimizda asosiy kirish eshigi. Darvozaxonamizga bemalol tadbirlarni o'tkazib olsangiz bo'ladi. Abisa hovlimiz 8 sotikga joylashgan, 7 ta xonadan iborat. Narxi startli 650 mingdan so'ralmoqda. Sunnatga o'tayotgan joyi bor. Realnotga real qilib, pastdagi nomerga bemalol telefon qilib